Azizlarim, 31 ming dollarga Kermato'dan chek chiqdi. Kermato'dan betonlari quyilgan azizlar. Azizlar, bu Kermato'dan juda ham ko'pchilik so'rayotgandi. Betonlari quyilgan, juda ham baland, 325 qilib quyilgan ekan betonlari. Mana bir 100 kvadratga betonlari quyilgan. Bunaqa narxga hadeb ham chiqolmaydi. Ko'p kutilmasdan narxini aytib o'raverayapman. 31 ming dollar, yana ozgina kami bor. Azizlar, ko'ryapsizlar. Yangi svejiy betonimiz 7 oy, 8 oy bo'lgan ekan. Balandligini qaranglar, juda ham mustahkam qilib quyilgan. Mana shu betonini narxiga yili chiqaryapmiz. Yerimiz ham tekis, unaqa ikki san emas, Kermato'da. Ko'ryapsizlar, betonlari juda ham mustahkam. Bu yerda hamma kommunikatsiya bor ekan. Suv, svetisimi, gazlar ham mahallamiz boshiga kelib qolgan ekan. Samый главный dokumentlari zo'r azizlar. Ko'ryapsizlar, kelasizlar, 2 qavatli uy bo'lib qoladi sizlarga. Azizlar, 31 ming dollar deb sizlarga aytdik. Xo'p, sotigini ham aytaylik. Sotigi unaqa 5 sotik, 6 sotik sontiragan emas-da. 2 deb qo'yasiz. Azizlar, 100 kvadratga betoni bor. Buni tevasiga yana 100 kvadratga beton qo'yadilar. 3 qavatli qilib olmaysizlarmi azizlarim? Chiroyli qilib, high-tech uylar qilib. 2 sotik. Adreslarimiz Qirg'iziston O'sh shahri, Kermato'da bilasizlar, bu Kermato'da yashagan biladi, yashamagan kelib yashab ko'rsa biladi. Azizlar, mahallalarimiz asfalt emas, polniy shahar bilan asfalt yo'l bilan kela olasizlar. Stoyankani pavoroti bor bilasizlar. Kermato boshlanishida azizlar, bunday aytganda, birinchi ko'cha, 25-kvartal dedi, 2 sotik, 31 ming dollar, yana ozgina kami bor, telefonini yozinglar. Bu yerda qo'shnilar to'ldir, faizli juda ham ko'cha, polniy qo'shnilar kelib yashashyapti o'zi. Ona sentralniy ko'chamiz. Ko'ryapsizlar, mahallamizga shag'allarimiz solib qo'ygan. Shunday 25-kvartalga burilasizlar, birinchi ko'cha bo'lyapti. Ona bir, ikkinchi uyimiz. Xo'p, nomerlari 0995 bilan 07 07 62. Qaytaraman, 0995 bilan 07 07 62.